Assalomu alaykum. Bugun avokado mevasining foydali xususiyatlarini sanab o'tamiz. U qonni zararli xolesterinlardan tozalaydi. Avokado olein kislotasiga boy bo'lib, u tomirlarda tiqinlar paydo bo'lishini oldini oladi hamda qonni tozalaydi. Avokado mevasida juda katta miqdorda vitamin E bo'lib, u organizm va hujayralarni viruslardan himoyalaydi. Xotirani yaxshilaydi. Yurak-qon tomir kasalliklarini xavfini kamaytiradi. Chunki avokado foydali yog' kislotalariga ega bo'lib, olimlar aynan shu kislotalar tanqisligi tufayli ateroskleroz kasalligini rivojlanishini isbotladilar. Yurak faoliyatini normallashtiradi. Kaliy moddasi tufayli avokado suv-tuz balansini tartibga solib, stresslarga bardoshliroq bo'lishni ta'minlaydi. Arterial qon bosimini pasaytiradi. Mazkur meva qon bosimi yuqori bo'lgan insonlar uchun foydali bo'lib, uni doimiy ravishda iste'mol qilinsa, vaqti bilan qon bosimi butunlay me'yoriga tushadi. Organizmda qon aylanish tizimini me'yorlashtiradi. Avokado ko'plab vitamin va minerallar majmuasini, ayniqsa vitamin B, temir, mis moddalarini o'ziga jam qilgan bo'lib, bu moddalar kamqonlikni oldini oladi. Ish qobiliyatini oshiradi. Avokado mevasida mannogiptuloza moddasi bo'lib, u asab tizimini tiklaydi, jizzaklik, charchoq va uyquchilikni pasaytiradi. Avokado tabiiy antioksidant. Erkin radikallar bilan faol kurashadi. Immunitetni oshiradi. Tarkibida vitamin C moddasi bo'lgani uchun gripp mavsumlarida, shuningdek tumov va turli virusli kasalliklarni davolashda yordam beradi. Kabziyat va umuman ovqat hazm qilish tizimiga juda foydali. Avokado saraton hujayralarining ko'payish jarayoniga to'sqinlik qiladi. Olimlarning fikricha, bu sitrus mevasi tarkibida fitonutriinlar va fitoximikatlar mavjud bo'lib, ular ba'zi turdagi o'simtalarning rivojlanish jarayoniga to'sqinlik qiladi. Avokado mevasini salatlarga qo'shib, doimiy ravishda iste'mol qilish karotin moddasini surilish jarayonini 7 martadan 15 martagacha ko'paytiradi. Karotin bu tabiiy pigment bo'lib, fotosintez jarayonida qatnashadi. Suv-tuz balansini muvofiqlashtirishda yordam beradi. Suyaklar va tishlarning shakllanish jarayonini orttiradi. Suyak va tishlarni mustahkamlaydi. Tarkibida kalsiy va fosfor moddalari bo'lgani uchun suyak va tishlarni mustahkamlaydi. Fosfor, shuningdek, aqliy faoliyatga ham yordam beradi. Avokado protein manbai. Go'shtlarning tabiiy o'simliklardan olinuvchi analogi bo'lib, mushaklarni o'stirishni xohlayotganlar uchun bu juda foydalidir. Bu meva ayollar organizmi uchun ham juda foydali. Kuniga yarim yoki bir dona iste'mol qilib turishingizni tavsiya qilamiz.